10 yildan beri odamlar maqtashadi. Rizvon osh deb. Qanaqa osh ekan o'zi? Kelinglar birgalikda javob topamiz. Mana o'sha mashhur osh. Ko'rinishidan oddiy oshga o'xshayapti. Lekin yeb ko'rganinglarda odamlar maqtaganchalik borligini bilasizlar. Osh juda ham shirali, go'shtlari yumshoq, guruchlari dirkillab turibdi. Bu oshning eng asosiy fishkasi go'sht va guruchlari mesni, ishonchli go'shtlar. O'zi bu joy Rizvon milliy taomlari kafesi, lekin xalq tilida Rizvon osh bo'lib ketgan. Bunga sabab oshchi mashhurligi. Kirayotganimda shashlik ko'zimga chiroyli ko'rinadi, shashlik ham e'tibor qoldim. Shashliklari sochni, juda mazali ekan. Tanlovda adashmadim. Oshdan tashqari bu yerda milliy va uyg'ur taomlari 30 dan oshiq xili bor. Suyug'idan tortib quyug'igacha. Salatlari ham juda zo'r ekan. Ko'zim tandirdan issiq chiqib kelayotgan somsalarga ham tushdi. Demak, somsasi ham yaxshi bo'lsa kerak. Shoshib turganim uchun somsasini yeolmadim. Eng asosiysi taomlari yaxshi ekan. Ha, aytgancha, ro'za boshlanganda bu joy soat 3 dan kechki 11 gacha ishlashar ekan. Rizvon milliy taomlari Beruniydan Yangi Tashmiga qarab yurganda Farovon to'yxonasining ro'parasida joylashgan. Lokatsiya zo'r. Iftorlikka kelsanglar, yonida ikkita masjid joylashgan.